Eksperimental ijodiy uyushma. Ilmiy fantastik ham, tugal realistik ham, aslo tarixiy ham bo'lmagan Mixail Bulgakovning Ivan Vasilyevich nomli piyesasi. Leonid Gayday. Постановкачы operatorlar Sergey Polotnedov, Diyos Rahmatov, Valentina Vaziyeva va boshqalar. Texnika mo'jizasini ko'rganman-ku. Lekin bunaqasini biz siz bilan hozir So'rikletga osh yegan bo'lamiz. Moskvani ko'raman. To'lishingiz kerak. Shoshmang. Nima deysiz? Mabodo yana akademiyani ishiga tumshuq tiqib taraqqiyot yo'liga g'ov bo'lsang, seni Sekin. toshyapman. Dadil bo'l, yoningdaman. Yashnobodga olib somsa-yu. Mana bular Yashnobodga oshga ketishdi. Yurishdi salpar. Nega kashfiyotchi vaqt mashinasini orqaga aylantirmayapti, ha? Xudo, uyda rosa baloga qoladigan bo'ldim-da. Nega endi? Qayerga ketganimni Ulian Andreyevga aytganim yo'q. Ha, Yog'li osh yesam bo'lmaydimi? Betofiq Ovsar Turxinga bir qarasang-chi. So'ta. Magizli osh yemaymanmi? Tolinglar. Shafqat qiling. Men sizga aytsam gapimni tushunmadingiz. Yog'li osh yesam uylanasan-da. Boyvuchchani sevasanmi? Sevaman. Ularga sevaman. Osh masalliqlarining ro'yxatini noxat, magiz, dumba, qo'y go'shti va albatta qazi tuxum. Siylaganni bilmading, ko'rnama qaror. to'xtang. Qo'yvar meni. Hozir kallasini olaman. Joni tashlang. Ana osh beraman degan odamning holatini ko'ring. Murtad! O'zing murtadsan. Qarol! Hozir militsiya aniqlaydi qarol kimligini. Sizni zamoningizga qaytarganimga iymonim komil edi. Tez bo'l, bo'laqa knyaz orqaga aylantir mashinangni. Bo'l. Qayoqda yurdingiz? Osh yegani boruvdim To'zalikkiga. Mana quvib kelishdi knyaz, tezroq bo'l. Yuguring Ivan Vasilyevich. Yuguring. Tezroq bo'lsangiz-chi Ivan Vasilyevich. Ketyapman. Mana bilan yig'ishtirib olay. O'la. Iblis yo'qol.
E'tiboringiz uchun rahmat.